Hurmatli tug'anlar, hurmatli mekendoshlar, baringiz ko'rib turgandaylar, men O'zbekistondan Qarasuv shahrida Buljag'oz cho'ng Tamojijaq, Xonobodjaq, Xonobodning yo'li, Buljag'oz Andijon, Qo'rg'ontepaning yo'li, Buljer 3 ko'cha. O'zbeklar 3 ko'cha deb qo'yayotgan Jangi bozor. Qirg'izistondan O'zbekistonga qo'noq bo'lib kelsangizlar, Qursoq ochib keta turgan bo'lsa, sizlarga ayovay sunish bilan chiqib o'tam. Endi Qursoq ochib ketsa, mana bu yerda ko'rsangizlar 50 metr yurganda 50 metr bosib kelganda Buljaqda 3 jetik kamronga kirib ko'ramiz hozir. To'g'onlar ichkariga kirganimizda shunday cho'ng bo'lgan, hozir 3-etajda turaman men hozir. Bu yerda общий qancha komnatasi bor desangizlar, 25 komnatasi bor ekan. To'y kunda o'tkazsangizlar bo'ladi, osh bersangizlar bo'ladi. Endi oshna og'ayna bilan kelib, misol bemalol to'y kun osh beraman desangiz, qazi qarta go'shtlari bilan o'tkazib yuborsangiz bo'ladi damoq ekan. 25 ta xona, konditsioner bor, televizor bor. Kunda sovuq kunida issiq qilib beradi, issiqda kunida sovuq qilib beradigan xonalari bor ekan. Juda ham bir ajoyib xonalar. Banket o'tkazsangiz ham bo'ladi ekan. Banket o'tkazsangiz ama вообще bomba qilib o'tkazib berishadi ekan. Xudo xolasa, kelsanglar bu yerda Qorasuv shahrida O'zbekistonlik Qorasuv akalarimiz o'zlari bilishadi. Bu videomiz ko'proq Qirg'izistondagi Qorasuv akalarimizga, bizni bir tug'an qirg'iz og'alarimizga. Bu videoga bitta like bosib turinglar, sizlarga hozir полностью obzorni ko'rsatib beramiz. Biz hozir qo'noqda o'tirgan komnataga kirib ko'ramiz. Qancha odam botadi ekan. Assalomu alaykum. Ayollar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Yoqimli ishtaha. Shunday bo'lgan cho'ng komnatada xonasi ham o'ta bir hovuz chiroyli bo'lgan komnata ekan. Odamlarda o'ta yaxshi. Birinchi o'chirda ma'mila. To'g'ri, barda xonada o'sha odamlar bor ekan. Odamlar o'tirishadi ekan hozircha. Qo'noq bo'lib, mehmondoshlik o'tirishadi ekan. Tartib qo'ysangiz bo'ladi. Bizning ayollar o'shanday cho'g'ilishib, suhbatlashib o'tirishadi. Bizning onalarimiz, opalarimiz mazza qilib dam olib ketishsa bo'ladi bemalol. Bu yerda aytganimizda 25 ta xona, har bitta xonasida konditsioner bor, issiq xonalar. Sovuq kunda, qishki kunda kelsanglar ham juda ham bir issiq xona qilib berishadi. Televizor bor, bemalol dam olib ketadigan joylar ekan. Katta, juda ham bir katta banket xonani ko'rsatib qo'ysak, podvalda banket o'tkazadigan xonasi juda ham bir katta xona ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Kecha kuni eshitdim, to'yda ham shu yerda o'tkazishibdi. To'y ham o'tkazib yuboradi ekan. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'p, endi aka, odamlarga bu restoran haqida to'liq ma'lumotni berib qo'ying aka. Bu yerda men eshitdim aka, to'ylarda ham o'tkazyapsizlar ekan. Shu gaplar rostmi? Albatta, endi biz Qirg'iziston, O'zbekiston bir-birimizga qudandachilik bor, qardosh xalqmiz, birga katta bo'lganmiz hammasi bilan. Kecha yaqinda O'shdan kuyovaklar kelishdi, O'zbekistondan kelin olish kerak ekan.